Bugungi qahramonimiz birodarlar, bugungi darsimiz Abu Ali ibn Sino haqida. Bu kishi haqida nimani bilamiz? Jahon fan taraqqiyotiga ulkan hissasini qo'shgan O'rta Osiyolik ana shunday bir buyuk qomus olimi, G'arbda Avicenna nomi bilan tanilgan Abu Ali ibn Sino. Biz ibn Sino deb bilamiz. Bu kishini to'liq ismi Abu Ali al-Husayn ibn Abdullah ibn al-Hasan ibn Ali ibn Sino. Bu kishi 370-hijriy yili Safar oyida Buxoroga yaqin bo'lgan Afshon qishlog'ida dunyoga keldi. Bu milodiy yilga 980-yilga to'g'ri keladi. Avvaldan aytib qo'yaylik, bu kishi 60 ga kirmagan ekan. 60 ga yetmagan, ammo tarixda nomi qoldi. Nimasi bilan? Ibn Sino 10 yoshigacha birodarlar Qur'onni yod olib bo'lgan edi va arab tili, nahv ilmlarini o'rgangan edi. Keyin tabobatni o'ziga tanladi va umrini mana shu tabobat ilmiga sarf qildi.